Hamma bilib ertalabdan o'zini ishini boshladi. Ertalab ham deb bo'lmaydi, soat уже 10 dan oshdi. Xo'jayinimlarni bugun damashniy tovuqdan osh zakaz qilganlar. Ya'ni yoshligimda ko'p odamlar tovuqdan osh qilib berardi. Onasi mazasi shunaqa ham zo'r bo'lardi. Bitta shunaqa osh qilib berasizmi dedilar. Mayli, adajonisi dedim. Uyda bitta tovuqni so'ydik, yaxshilab tozalab, ertalab ishlarimni qilib bo'lganimdan keyin tovuqdan osh qilishga harakatni boshlab bordim. Hammani o'ziga yarasha qanaqadir yoshligida adasi yoki oyisi yoki shu uyida yoshligidan go'shtsiz bo'lsa ham qanaqadir bir allambalo ovqatlar qilingani shu odam goh-gohida yoshligini eslab shu ovqatlarni yegisi keladi. Shuning uchun shanba kuni kechqurun qaynopamlarnikiga borib kelgandik. Yo'lda qaytayotganimizda adasi ertaga yakshanba ekan, qanaqa ovqat qilsak bo'ladi? Ertaga siz ham ish qilasiz, kuni bo'yi g'isht terasiz. O'shanga biron bir yaxshiroq, sizga tuzliroq yoqadigan ovqat qilib beray desam, shu ovqatni yetib qoldilar. Magazinni tovuqni umuman yoqtirmaylar. Tovuqga ko'p anaqa qiladi onasi. 1 oyda, 2 oyda bular tayyor bo'ladigan dori yegan. Shuning uchun keling shu uyda anaqadan qila qoling. Bitta tovuqni so'yib beraman, o'zingiz tozalab qila olasizmi dedilar. Qila olaman dedim. Shuning uchun magazindan tovuq go'shti sotib olmasdan shu uyimizdagi bitta qora tovuqimizni so'ydik. O'shandan keyin osh tayyorlab ko'rdim. Lekin osh yaxshi chiqdi. Men to'g'risini aytsam, uyimizdagi o'zimizda boqqan jonivorlarning go'shtini yo'mayman. Qurbon hayitlarida qo'ylar so'yiladi. Uyda kurka bor, tovuq bor, ular ham so'yiladi, lekin men yo'mayman shularni go'shtini nimagadir. Jirkanmayman, yomon ko'rmayman. Ko'zim oldida yurganim uchun, o'zim boqqanim uchun, har kuni ko'rib yurganim uchun nimagadir uydagi jonivorlar so'yilsa halol, mana mol ham halol, qo'y, tovuq bizga halol yesak bo'ladi. Lekin men o'shalarni yo'mayman. Shuning uchun bugungi oshimizdan ham faqat ozgina guruchdan yedim xolos. Tovuqlarni yo'madim to'g'risini aytsam, lekin osh yaxshi chiqdi. Shunaqa qilib bugun kunimiz yaxshi o'tdi. Yakshanba kunimiz yomg'irli havo bo'lsa ham, xo'jayinimlar kechgacha g'isht terdilar, ammo u ishlarim bilan band bo'ldim. Kunimiz yaxshi o'tdi. Kuzatayotganingiz uchun hammaga rahmat.